Hammaga assalomu alaykum. Hayotdagi o'zimni boshimdan o'tgan yana bitta opit bilan bo'lishmoqchiman sizlar bilan. Hozircha obunachilarim ozroq. Agar kelajakda kanal rivojlansa, shu aytgan gaplarim, maslahatlarim albatta foyda beradi deb o'ylayman, chunki hayotda ham bir ikkita odamlarga meni maslahatlarim foyda berdi. Shuning uchun kelajakda bitta odam bo'lsa ham shu men chiqarayotgan videolardan bitta foyda olsa, men uchun bu yaxshi bo'ladi. Shuning uchun mana hozirgacha men Rossiyada ishladim, Rossiyaning bir necha shaharlarida ishladim. O'zbekistonda, o'zimizda, Qozog'istonda shu paytgacha ko'plab boshliqlarning qo'lida ishladim, har xil ish beruvchilarda. Shunda bitta narsani tushundimki, hech qachon boshliqlarga maddohlik, ya'ni patxalimlik, laganbardorlik qilmaslik kerak ekan. Nimaga desanglar, men shuncha boshliqlarning qo'lida ishlagan bo'lsam, albatta mendan boshqa ishchilari ham bo'ldi, har xil millat vakillari bo'ldi. Ularning ichida ayniqsa O'zbekistondan kelgan, men bilan birga kelganlar ko'pi boshliqlarga keragidan oshirib paxta qo'yib yuborishdi. Oxirida nima bo'ldi desa, boshliqlar paxta qo'ygan odamni sirasi biladi ekan. Ular indamay ha deb yuraverar ekan, bir mo'ljalga olib qo'yar ekan. Vaqti kelganda unga bitta o'q tayyorlab qo'yar ekan, vaqti kelganda otar ekan, uni uchirib yuborar ekan keyin. Bildimda shu narsani. Meni ustimdan boshliqqa shikoyat qilib, yomonlashib, nomimni qora qilib, boshliqqa urgizganlar ham bo'ldi. Hattoki O'zbekistondan, qo'shni mahallalardan kelganlar. Ular oxirida voydod deb qochishdi u yerdan. Men hurmatim bilan chiqib ketdim u joydan, ishdan. Shunaqa joylarni ko'rdim. Shuning uchun hech qachon paxta qo'ymanglar, samimiy bo'linglar, yutasizlar ekan. Samimiy bo'lsanglar ham yoqtirmaydimi boshliqlar keladi, ketadi, ishlaringiz o'zgaradi, boshqa joylarga borasiz, ishlaysiz. Oxirida baribir bir kun sizni samimiyligingizni qadriga yetadigan bitta odam uchraydi ekan. Doim o'zingizni pozitsiyangizda turishni bilishingiz kerak ekan. Boshliqlar bilan ishingizni zo'r qilishingiz kerak, puxta qilishingiz kerak, ko'ngildan chiqarib qilishingiz kerak. Hatto raznorobochiy bo'lsangiz ham, oddiy ishchi bo'lsangiz ham ishingizni ko'nglingizdan chiqarib, chiroyli qilib, sifatli qilib qo'ysangiz, sizga hech qanaqa oshiqcha pretenziya qilsa, povod bermaslik kerak ekan, o'zingizni bo'yningizga chiqarib olmaslik kerak. Ha, bo'ldi boshlig'im deb qo'shimcha eshak qilib sizni boshqa ishlarga buyurib, unga pul to'lamay, shu oylik ichida sizni ahmoq qilib, eshak qilib yuraversa, uni shartta aytib betiga, bu qo'shimcha ish, bu meni vazifam emas deb o'zingiz haqqingizda 1 yil, 2 yil talab qilib olsangiz, keyingi hayotingizga yengillik bo'ladi ekan, o'zingizga ham daromadingiz ko'payadi, og'ir ish qilgan taqdiringizda ham qo'shimcha. Ham hurmatingiz oshadi. To'xta, bu o'zini qadrini bilar ekan, o'zini vaqtini pulga baholaydi ekan bu deb birinchi achchig'i keladi. Keyin ochiqchasiga gaplashib olsangiz, men nima senga? Men ham insonman. Meni manaqa oldindan muammolarim, xarajatlarim bor. Shularni qoplatish uchun ishlab yuribman sizni qo'lingizda. Menga havas emas. Shunaqa ishlarni mana buyurib qildiryapsiz, qo'shimcha ishlarni. Qo'shimcha pul to'lang. Ruhan tushkunlikka tushmayman men ham. Ishingizni ko'ngildan chiqarib qilaman. Balansni ushlaylik-da endi deb boshliqqa tikka gapiring, chiroyli gapiring. Boshliq tushunadi. U ham inson. U ham noldan chiqqan. Boy bo'lib tug'ilmagan, hech kim osmondan tushib qolmagan. Shuning uchun ayniqsa biz o'zbeklarimiz juda ham ko'p podxod qilib boshqalarni sheriklarini oyog'ini bolta urish evaziga o'zi mana shu kirgan ishida tomir otishni xohlaydi.
Shu fe'limiz yomon bizni. Ana shuning uchun jonim achiganidan, ko'rib turib, rahmim kelganidan aytyapman. Shunaqa qilgan odamlar oxirida xor bo'ldi. Mana o'zim opitimdan kelib chiqib aytyapman. Paxta qo'ymang hech kimga. Nima siz? Undan kammisiz? Pulingiz kam xolos sizni. Paxta qo'ymang. O'ta kibrga ham berilib ketmang. O'rtacha samimiy turing bo'ldi. Sizni albatta o'rningizni topasiz hayotda. Paxta qo'yib, patxalimlik qiladigan bo'lsangiz, o'rningizni topa olmaysiz. Unaqa odamni boshqalar biladi. Ati eshak qilib, foydasi tegib turgan paytda ishlatib turadi. Ha deb sizni gapingizni qilib ko'radi ancha-muncha. Chunki unga foydali-da, u siz aytgan narsalar. Sizga emas. Siz ochko ishlaysiz xolos. Quruq ochko bilan qorin to'ygizib bo'lmaydi. Ana shuning uchun qayerga borsangiz ham samimiy bo'ling. Sheriklaringizni yomonlamang. Sheriklaringizni yomonlasangiz ham mo'ljalga olib qo'yadi sizni. Meni urgan odam ham brigadir. Nasha chekib o'tirishib o'zlari, men ichmayman, chekmayman. Nasha chekib billa ichib o'tirishib, meni yomonlab bir sherigim o'zbek. Meni urgizdi. Meni urgan odam mendan 3-4 kun o'tib kechirim so'rab, yalinib kechirim so'radi. Lekin uni hech qancha o'tmasdan aytdi menga, u basharasi ochildi meni yomonlagan odamni. Aytdi-da, mana shu zemlaylaring, mana shu seni o'zingning millatingdan bo'lganlar yomon ekan. Seni oyog'ingni tagiga mana shular bolta urdi deb menga yomonladi. Yomon odamlar ekan bular. Bularni men hali jazosini beraman. Seni bekardan urib qo'ydim men. Shuncha yoshim sendan katta bo'lib turib, aqlim yo'q ekan deb qo'llarini asfaltga urib, mana shu urgan qo'llarim deb asfaltga urib qo'lini yirtib tashladi terisini. Afsuslanib meni urganiga. Keyin anchadan keyin 1-2 oy 3 oy o'tib boshqa yerga ishga joylashib qaytib borsam, ana shu joyga bir xabar olgan. Ana shu odam dasturxon yozib, quchoq ochib kutib oldi meni. Urgan odam. Ulardi, lekin borsam настроенияsi yo'q o'zbeklarda. Oyliklarini 2 barobar kesib tashagan. Ham dollar oshgan. Borsam kayfiyat yo'q. Meni oyog'imga bolta urib, o'zini o'g'lini, jiyanini olib kelibdi. Butun bazani egallabdi. O'g'illari, jiyanlarini olib keldi. Lekin oyligini 2 barobar kesib qo'yibdi. Paxta qo'yishda oqibati. U bitta nima, hozir ko'p boshqalarini gapirib bersam video cho'zilib ketadi, shundoq ham cho'zilib ketdi. Shuning uchun hech qachon paxta qo'ymanglar. Paxta qo'ymasdan samimiy ishladim. Bitta ishni topib olib, shu yerda hurmat topib, 2 yilda 3-yili hurmat topib, ishonchga kirib, bu bola ham o'zini himoya qilar ekan, ham birovni haqqiga xiyonat qilmaydi ekan deb, butun bir cho'ntak kalitni menga topshirib qo'ydi. Skladlari-yu hamma joylarini kalitini menga topshirib qo'ydi. Xiyonat qilmadim. Qo'lida 11 yil ishladim. Hozirgacha aloqamiz bor. Mana shu boshlovdi. Tikka gapiraman. Menga nohaqlik qilsa baqirib, men ham baqiraman unga. Lekin milliard puli bor uni. Dollarda millioner. Meni desa uchib ketadigan odamman-da, pul talablaman. Lekin o'zimni hurmatimni talab qilib olaman. O'zimga oshiqcha gruz qo'ysa, yuklasa menga bir narsalarni, haqqimni talab qilib olaman. Shuning uchun samimiyligim uchun u keyin o'zi uzr so'raydi tinchlangandan keyin. Men aytaman-da, meni ham achchig'im kelib ketgandan keyin tinchlanib uzr so'raydi. Men bilmabman, unaqa edi, bunaqa edi. Qo'y endi ishda bo'ladi deb. Qarang, O'zbekistonda agar bironta shunaqa boyni qo'lida ishlab ko'rib, unga tikka gapirib yuboringchi, nima qilar ekan? Qaytib sizni ishga olmaydi ham, yaqinlashtirmaydi, haydaydi shunday. Samimiy bo'lmasda bizda ko'pchilik, hammasi demayapman. Samimiy bo'lmaganingizdan keyin unaqa hitr, tulki odamlarni bilib yuradi boshqalar. Aqli yo'q deb o'ylaysizmi siz u paxta qo'yganingizdan keyin? Boy bo'lgandan keyin u aqlli odam bo'ladi. Ko'p narsani sizdan ko'ra ko'proq ko'rgan bo'ladi, yosh bo'lsa ham yoshi. Shuning uchun paxta qo'yishni to'xtatinglar.